Tuman tibbiyot birlashmamizga keldik. Mana Vobkent tuman tibbiyot birlashmasi. Mana o'tgan yil 2024-yilni tashabbusli byudjet ikkinchi bosqich loyihasida yutib olishgan tibbiyot birlashmasi xodimlari g'olib bo'lishgan. Mana shu tumanlar aro OITIS markazini qurish bo'yicha mana o'tgan yil qurilishi boshlangan. Xudo xohlasa yaqin kunlarda bu yerni ham foydalanishga topshirish nimasi bo'ladi. Jarayonlar bo'ladi. Mana hozir qurilish nimalari deyarli yakunlanib qoldi. Ana qolgan bu yerda nima bo'ladi, qanday ishlaydi, hamma hozir tartiblarni tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Shuhrat tushuntiradi o'zlari. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi ko'rib turgan binomiz tumanlararo zamonaviy OITIS laboratoriya binosi. Shu tashabbusli byudjet loyihasi bilan yutilgan, birinchi mayda topshirish rejalashtirilgan. Endi shu paytgacha mana shu OITIS xizmatini ko'rsatish bizda juda ham bir noqulay ahvolda, mana tumandagi bir SES tashkiloti bir ikkita xonasida noqulay joyda joylashgan edi. Mana hozir o'sha tashabbusli byudjet bilan shu zamonaviy binoda bu to'g'risi viloyat bo'yicha birinchi marta shunaqa zamonaviy bino qurilib topshirilib foydalanishga uchta tuman aholisiga xizmat qiladi. O'z navbatida o'sha kelayotgan bemorlardan qonni o'z vaqtida o'sha tekshirib, shuni javobini o'z vaqtida yetkazib berishni ancha ham avrogarchiliklarni oldini oladi, ham o'z vaqtida o'sha tahlil natijalari chiqishiga ham xizmat qiladi. Bino qurib foydalanishga topshirilgandan keyin mana shu OITIS yo'nalishi bo'yicha tumanda ko'rsatilayotgan, nafaqat bizning tumanda, qo'shni To'qirto'g'on, Peshku tumanlarida ham ko'rsatilayotgan shu yo'nalish bo'yicha ixtisoslashgan xizmat ancha ham qulaylashadi, xodimlarga ko'rsatilayotgan xizmat joyi ham aholiga ancha yaqinlashadi. Shifokor mahallasi raisiman, ismim Hayitnazarova Baxtiyorova. Shifokor mahallamizda bir necha yillardan buyon suv muammosi mavjud edi. Aholi tomorqalarda suv yo'q, ularga ekin-ekish daraxtlarga suv ketish muammosi bor edi. Mana tuman tashabbuslari bilan, obodonlashtirish tashabbusi bilan tuman mahallamizda ikkita mana shunaqa suv chiqarish quduqlari tashkil qilindi. Bu suv quduqlari faqatgina Shifokor mahallasida emas, undan keyin o'tadigan Charimgarov mahallasi fuqarolariga ham suv bilan ta'minlashga ko'maklashilibdi. Bu bilan birgalikda bizni bu juda ham arzon va tejamli bo'lib, barcha o'sha xonadonlarni ichlarigacha suv kirib, aholining tomorqalarini ekib, ularga mahsulot olish va birgalikda ularni o'sha xonadonlarni suv bilan ta'minlashga ko'maklashadi. Bu bilan birgalikda o'sha prezidentimiz aytganlariga o'xshagan har bir xarid yerdan ham samarali foydalanib, aholi daromadini oshirib, ularga bo'lgan o'sha ehtiyojlarni, o'zlarining oziq-ovqat mahsulotlarini ekib, bozordagi arzon savdo qilishga erishamiz masalasiga aholi bundan juda ham xursand. Sababi bir necha yillardan buyon faqat o'zini nimasi bo'yicha o'sha uydagi o'sha ichimlik suvdan emas, u qancha quduq qurib shug'ullanardi, lekin bu narsa aholiga foyda bermasdi. Sababi o'sha to'tni nimasiz ehtiyojini ham yoki bo'lmasa boshqa sabablarga ko'ra ham juda ham aholiga qimmatga tushardi ekkan oziq-ovqati. Mana buni hozir o'sha elektr energiya tejamkorligini hisoblaydigan bo'lsa, bir sutkada 485 so'm ketadi. Buni bir sutka. Bu ertalabdan kelasi ertalabgacha yo'qanimizda 485 so'mgina pul sarflanadi. Bu aholiga juda ham qulay imkoniyatlar yaratib beradi. Biz bundan qanday foydalanamiz? Masalan, shu ko'chamizga bugun suv kerak bo'lsa, bir sutkada 20 ta 30 tagacha xonadon shu suvdan foydalanadi. Bu bilan bosqich bugun masalan Navoiy ko'chasini fuqarolari ichida ertasi kunga Nurafshon, Tadbirkor, Charimgarov mahallasi fuqarolari ham tomorqaga suv bilan foydalanishga davom etib keladi. Mana shu 3 ta nima 4 ta mahallamiz suv bilan ta'minlanadi. Endi mana yo'ldan pastki tomonda bitta mahallamiz bor. Bu yerda oldin xuddi mana shu
skvajna urilgan bo'lgan. Pastki mahallamiz o'sha skvajna bilan suv bilan to'liq ta'minlangan. Lekin mana bu yuqori tomondagi 4 ta mahallamizda suv muammosi bor edi. Hozir tushuntirdim buni. Keyin biz o'sha mutaxassislar bilan joylarni belgilab oldik. Qayerdan biz suv chiqarib bersak agar mana shu tuman markazidagi eng oxirgi xonadongacha mana shu suv yetib boradi. Mutaxassislar bilan ikkita joyni belgiladik. Ikkita mana skvajinani nima qildik, qurdik. Suv chiqardi va o'sha mutaxassislar birinchisini hozir ko'ring, mana bu ikkinchisi. Mana shu ikkita skvajina mana shu yuqori tomondagi 4 ta mahallamizni eng oxirgi xonadonigacha bugun o'sha tomorqasiga suv yetib borish ta'minlandi mana shular. Qisqasi tuman markazidagi xonadonlarga o'sha tomorqasi uchun suv muammosi yechildi. Hozir tuman markaziga mana shu 3 ta nima ishlab turibdi skvajina. Bittasini narxi qancha? Nima? Bittasini narxi 12 millionga tushdi. 12 million. Necha metr bo'lgan? 13 metrga. Ikkalasi ham 13 metrga urganimizdan keyin shirin suv chiqdi. Ham o'sha 13 metrdan keyin demak suv zaxirasi ko'proq. Tuman bo'yicha 26 ta bor. Endi bu fermerlar shug'ullanadi, foydalanadiganlari bilan birgalikda 26 ta bor. Uch oy endi bo'lib boshlanishi qo'shimcha yana bitta issiqxona tashkillashtiramiz cho'qqa bunisiga. Mana u yog'iga nima boshlayapmiz. Siz qaysi lavozimdasiz? Men Vobkent tuman obodonlashtirish boshqarmasidan boshlig'isiz. Bu hozir yangi hokim davrlarida boshlandi deyapsiz. Ilgari yo'q edi. ilgari bor edi, bir 2 yildan beri qolib ketgan edi. Endi shulardan qancha daromad qilsa bo'ladi? Endi bundan men o'zim hozir o'zimiz bilan tadbirkormiz. Bu eng yaxshi tadbirkorlik biznes ekan o'zi. Mana bitta gul hozir men bozor bu gullarni qarasam 5 minglik bitta gul bor. Bir donasi shu gulni bir donasi 5 ming. Lekin men o'zim realizatsiya qilib ko'rib chiqaman, menga 500 so'mga 4 kilo. Bu degani men 5 ta yo'l bilan bitta tumanni emas, butun o'sha qo'shni tumandagi bozorlarni ham shu gul bilan ta'minlab nima qilish mumkin.